Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Oysha onamizning ozgina kelishmovchilik bo'lib qolgan paytda Abu Bakrni qozilikka olib kelgan ekan. Otasini, Abu Bakr Siddiqni. Qani Rasululloh bilan kelisha olmay qolgan ekan. Shunda Abu Bakr Siddiq o'tirganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Oysha onamizga qarab, "Birinchi siz gapirasizmi yoki men gapiraymi?" desa, "Siz gapiring, faqat to'g'risini gapiring" degan ekan. Abu Bakr Siddiq bir shapaloq qo'ygan ekan qizini. Shu bilan rozi bo'lib tutgan ekan. Ya'ni Oysha onamizdek ayol Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zotga qarab turib, "Siz gapiring, men faqat to'g'risini gapiring" deyapti. O'sha uchun payg'ambarimiz aytgan, "Xayrukum lil ahliya va ana xayrukum lil ahliya." Sizlarning ichingizda eng zo'r kishilaringlar ayollariga yaxshi muomala qilganinglar dedi. Endi men sizlarning ichingizda ayollarga yaxshi muomala qilganlarning eng yaxshisiman. Bizda ayolga yaxshi muomala qilishning nima belgisi bo'lib qo'ygan? O'g'il bolalar.